Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoni valiahdi Muhammad bin Salmon bilan telefon orqali gaplashdi. Suhbat 29-mart kuni bo'lib o'tdi. Muloqot avvalida ikki mamlakat yetakchilari bir-birini o'tgan Ramazon hayiti munosabati bilan yana bir bor tabriklashdi. Yaqin Sharq mintaqasida kechayotgan keskin vaziyat, qarama-qarshiliklar tobora avj olayotgani tomonlarni jiddiy xavotirga solayotgani qayd etildi. Bunday xatti-harakatlarning kengayib ketishiga yo'l qo'ymaslik va ularni to'liq bartaraf etish nafaqat bu yerdagi davlatlarning manfaatlariga, balki global barqarorlikni ta'minlash maqsadlariga xizmat qilishi ta'kidlandi. Mirziyoyev bunday sinovli kunlarda O'zbekiston Saudiya Arabistoni rahbariyati va birodar xalqi bilan birdam hamda yakdil ekanini qayd etib, podshohlikning vazmin va oqilona siyosatini har tomonlama qo'llashini bildirdi. Shuningdek, Mirziyoyev Saudiyada umra qilayotgan fuqarolar uchun yaratilgan sharoitlar uchun podshoh Salmon bin Abdulaziz va Muhammad bin Salmonga minnatdorlik bildirdi. Muhammad bin Salmon esa bu iliq munosabatni qadrlashini aytib, ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirishni